Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Sizning televizoringizni ovozini kuchaytirish maqsadida Smart Home jamoasi siz mijozlarimiz uchun Samsung brendiga tegishli bo'lgan HWB650D modelli xuddi shunaqa soundbarlarimizni olib kelib qo'yganmiz va hozir video davomida sizlarga to'liq ma'lumot va narxlarini video oxirida aytib o'tamiz. Mana soundbarimizni ham ochib oldik. Ushbu soundbarimiz 3.1 kanalni qo'llab-quvvatlaydi va dinamikasi 4 ta. Dolby 5.1 texnologiyasini ham qo'llab-quvvatlaydi va tovush balandligiga keladigan bo'lsak 370 watt. Ya'ni ma'lumot uchun sizlarga oddiy televizorlar kolonkasi 20 wattdan bo'ladi xolos va ushbu soundbarimizni Bluetooth orqali yoki HDMI kabel orqali ham ulab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va funksiyalariga keladigan bo'lsak, Dolby Audio va DTS Virtual X texnologiyasi maxsus tovushni qayta ishlash tufayli har tomondan, hatto yuqoridan o'rab olinganlik hissini yaratib, virtual atrof muhit tovush maydonini yaratishga imkon beradi. O'rnatilgan markaziy dinamik, aniq va tushunarli dialog uchun ovoz ravshanligini yaxshilaydi. Markaziy karnay bilan Samsung soundbari ovoz tiniqligi va eshitilishini yaxshilaydi. Bass boost texnologiyasiga keladigan bo'lsak, ushbu texnologiya orqali bassni kuchaytirishingiz mumkin bo'ladi va simsiz subwooferingiz kuchliroq bassni taqdim etadi. Adaptive Sound texnologiyasi bo'lsa, moslashuvchan ovozni avtomatik ravishda muayyan audio kontentining ovozini optimallashtiradi. Kontent turi va ovoz balandligidan kelib chiqqan holda boshqa tovushlardagi ovoz tiniqligini va tafsilotlarini yaxshilaydi. Ovozni kuchaytirish funksiyasi bo'lsa, sevimli shoularingiz va filmlaringizdagi dialogni tiniqlik bilan yetkazib beradi va Voice Enhancer rejimi ovozlarni yaxshilaydi va tiniqroq ovoz uchun equalizer sozlamalarini optimallashtiradi. Game uchun ovoz rejimi bo'lsa, ovoz sozlamalarini o'yin uchun avtomatik ravishda optimallashtiradi. Shuning uchun sizga faqat soundbarni televizoringizga ulash va o'ynash kifoya. Bundan tashqari, o'zaro suhbatni bekor qilish texnologiyasi tufayli siz dushmanlaringizni joylashuvini ovoz orqali aniqlay olasiz. Ushbu soundbarimizda tungi rejimi ham bor. Ushbu funksiya orqali siz tiniqlikni saqlagan holda yanada nozik ovoz uchun bassni pasaytiradi. Ya'ni kechasi uxlayotganda yaqinlaringizni bezovta qilmasdan televizorni bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Soundbarimiz pultiga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa neobishli dizayndagi pultga ega va ushbu soundbarimizga Samsung brend tomonidan ofitsional brend kafolat beriladi va narxiga keladigan bo'lsak, siz mijozlarimiz uchun chegirma narxda $220, ya'ni 2.640 ming so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa original soundbarlar chegirma narxda zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishingiz mumkin.